Hop, bu Ioniq 6'miz plichardan ashga beryapti. Ko'rsanglar, ignition ochiqligida mana bu yerda 200, 300, 400 volt bo'lishi kerak. Hozirda faqat 16 volt. Bu degani qayerdadir zamykание bor, sim uzilgan, kesilgan yoki inverter ошибкада yoki motor ошибкада. Shu sababli precharj kontaktor qo'shmayapti. Hop, hozir bu mashinani tekshirdik. Batareyadan resistor kam chiqyapti. Hozir klient bilan gaplashilyapti batareyani yechish bo'yicha. Agar klient soglasiya bersa, batareyani yechib, ichidan tekshiramiz. Ioniq 6'miz batareyasini ochdik. Ko'rsanglar, shu yerda mana nimadir zakrat qilgan. Hop, hozir shuni nima zakrat qilganini topishga harakat qilamiz. Kecha mashinamizga zapchast zakasi qildik. Zapchastlari keldi, dori solib, zapchastlarini qo'yib, yurgizib, keyin dalcha diagnostikani bilan turamiz. Nima sababdan predohranитель kuygan. Bismillah, mashinani yurgizaylikchi. Sırası predohranитель o'tirsam, yo'q, mabitni bo'ladi. Хотя бы данныйlarni o'qib olguncha pereda hisob bo'lib tursa. Bismillah. Mashina ready. Mana mashinamiz yurdi. Endi qani. Ijodni drive button. Endi buni nima sababdan predohranitelь kuyganini topolsanglar, mashinani klientga bergani tayyor. Sistemani prokasiya qilish qoldi. Bosh og'rig'i narsa mana shu narsa. Almost like Tesla.